Tungi soat 1 noma'lum ayol eshikni taqillatmoqda. Ayol kishi eshikni taqillatgandan keyin eshikni ochmoqchi bo'ladi. Ko'pgina holatlarda ayol kishi bir o'zi bo'lmaydi va uning orqa tarafida sheriklari eshikni ochilishini poylab turgan bo'lishadi. Tungi paytda noma'lum shaxslar eshigingizni taqillatsa, eshikni aslo ocha ko'rmang. Xonadon eshigini nafaqat tungi payt, balkim kunduzi ham qulflashga odatlaning va bunga farzandlaringizni ham o'rgating. Andisha yoki rahm qilaman deb eshingizni tungi paytda ocha ko'rmang, chunki tungi paytda eshingizni ochganingizda sizni qanday syurpriz kutayotganligini bilmaysiz. Bunday shubhali holatlar faqatgina tungi payt emas, balki kunduzi ham sodir bo'ladi. Eshikni zvonogini chalgan ayol kishini o'zini politsiya xodimi deb tanishtiradi, ammo e'tibor beradigan bo'lsangiz, u politsiya kiyimida emas va uning We can't ortida answer the door right shubhali now, begona but if you'd erkak like to kishi leave a turibdi. message, you can do Notanish it now. ayolga eshik ochilmagandan keyin ayol This kishi is the begona erkak police. kishi bilan bir narsani suhbatlashib ketayotgan paytda xonadon egasi mashinasini balonini teshib ketishadi. Doimo eshikni ochishdan oldin eshikni gazoviga, domofoniga, agarda kuzatuv kamerasi o'rnatilgan bo'lsa, kuzatuv kamerasi orqali kim kelganligini tekshirib o'ting. O'zingiz va oilangizni himoya qilish uchun uyingizga so'nggi rusumdagi kuzatuv kameralarini o'rnatishingiz maqsadga muvofiqdir. Kameralar jinoyatchini nafaqat xatti-harakatini, balki o'zaro suhbatini ham yozib olishi mumkin. Agar uyingizda yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, notanish shaxslar tomonidan eshigingiz taqilayotganda ular tomonidan bexosdan eshikni ochib qo'ymasliklari uchun xonadon eshigini doimo kalit bilan qulflashni unutmang. O'zingizni asrang, biz bilan siz yanada xavfsiz bo'lasiz.